bilan bugun biz Minecraft'dagi bor sehrli narsalarni ishlatib ko'ramiz. Qanamasam ketdi. Birinchi o'rinda sizlar bilan qiladigan narsamiz tentida tepaga uchib bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Tenti. Ular undan oldin sizlarga bitta narsa ko'rsatmoqchi edim. Qani edi shu paytda. Kerak bo'lsa topiladi, kerak emas paytda yo'qib turadi. Mana u ham kerak. Bizga kerakli narsalarni olaveraylik. Kerak bo'ladi baribir. Bu ham kerak, bu ham kerak, bu ham kerak bo'ladi. Keyin qaysi kerak bo'ladi? Bu ham kerak bo'ladi. Keyin bizga inventaringiz sig'madi. Hozir shu narsalar mana shu kerak bo'ladi hozirchalik. Mayli, mana shuni olaylik. Bo'ldi. Sizlar bilan birinchi ko'rsatadigan sehrli narsamni ko'rsataman. Qani ketdi. Uni qo'ymay turib, unda hozirda o'zi portlab ketamiz. Mana 4 tomonga tenti qo'yasiz. Ko'plar bilsa kerak. Katapulta bo'ladi, to'xtanglar. Osmonga qarab uchaman. Ana. Bedrock ham ko'rinib qoldi. Endi sizlar bilan qiladigan ishimiz. To'xta. Bari o'xshamadi. Endi sizlar bilan poyezdni zina qilamiz. Ko'rsataymi qanday qilinadi. Uni olamiz. Keyin bizga kerakli bo'ladigan shu. Hozirchalik qaranglar. Endi xalaq beryapsa. Bu. Qaranglar. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 9 talik qilishimiz kerak. Ana, papa. Bitta qo'yamiz, qaranglar. Mayli, ham bitta qo'yaveramiz. Farqi yo'q. Katta qilsak qilaveribmiz.